muammolarni ko'p o'ylash qiynayapti. Anchadan beri yecha olmayotgan muammolarim bor debdi. Muammo hammada bor do'stim. Muammoni o'ylash bu yechim emas. Lekin bitta narsaga aniq uverimman. Sen uje hali kelishi noaniq bo'lgan ertangi kun bilan yashab yuribsan-da. Bugun yashab turgan kuningni esingdan chiqarib qo'ygansan. Hali noaniq o'sha muammoni o'ylash degani ertaga nima bo'lar ekan deb kelajak bilan yashash. U keladimi, kelmaydimi bilmaysan. Nastoyaщий deydi-yu, mana bugun bilan yashagin, qo'lingda fakt bo'lib turgan narsa. Bugunni o'zini yaxshi o'tqiz, ota-onaning duosini ol, qo'lingdan kelgan ish qil, savob qil, gunoh qilma. O'zi sekin-sekin yechilib boraveradi, lekin muammo tugamaydi. Mana shu so'zlarim esingda bo'lsin. Gaplashishga vaqt yo'q, aka, zalga borish kerak. To'ppa-to'g'ri qilasan, mujik. Hozirgi kunda gapingning hech kimga ahamiyati yo'q. Deyistvalaring, harakatlaring, mehnatlaringdan hosil bo'lgan natijalaringga qaraydi ham. O'shaning uchun gapirib ham o'tiraman. Natijalaring zo'r bo'lsa, vobshim gapirmasang ham ro'parangda turgan inson ikki kishi uchun gapiraveradi. Sen gapirishing ham shart emas. Prosta indamasdan mehnat qilaver. Hamma gapirganda sen mehnatni bosaver. Baxtli bo'l. Aka, ota-onamga o'zim bilmagan holda gap qaytarib qo'yapman debdi. Hech qisi yo'q. Vaqti kelib xotining, bola-chaqang senga gap qaytarganda aynan shu kunni eslagin. Bilib bilmasdan ota-onangga gap qaytarib qo'yganingda, qaytar dunyo eshigingni taqillatganda, mana shu so'zlarni eslaginda, ularga ham indamasdan g'azabingni yutib yorib, jim yasha. Chunki o'sha kunga o'zing olib kelib qo'ygan bo'lasan. Baxtli bo'l ukam. Aka, $2000 ga yaqin pul topaman, lekin hech nimaga yetmayapti, halovat yo'q. Demak, gap pulda emasligini sekin qalbingga solishi boshlabdi-da, Xudo. Ishon. 20 ming topsang, undan ham battar halovating yo'qoladi. 200 ming topsang, vobshim halovating qolmaydi. Ya'ni 2 millionni tasavvur qilver. Demak, gap pulda emasligini primerno tushunding. Halovatni sotib olishni ilojisi yo'q. Chunki nafs degan narsa mavjud ekan, senda yana ishi bo'lishi duradi. Halovat tilayman, atlet. Halovat degani bu kortizol past, xotirjam, dopamin baland degani. Eng yaxshi narsa kortizolni asabni bosishga 100% ishlaydigan narsa fizический нагрузка. Yo zalga chiqasan yoki ketmon chopib mehnat qilasan. Sal qo'yib yuboradi. Charchashni o'rgan. Aka, baribir atvet kelmaydi debdi. To'ppa-to'g'ri qilasan. Ishonmaslikda davom et. Ikkilanishda davom et. Tez taslim bo'lishda davom et. Eng qizig'i, buni oxirini o'zing ham bilasan qanaqaligini. Organizmingni shunga o'rgatib qo'yasan va itok уже qayta kurashishga shijoat ham, ehtiyoj ham, ehtimol ham, ehtiros ham bo'lmaydi. Mana shunaqa qilib turib tan berasan-da. Hayotga emas, o'zingga tan berasan. Baxtli bo'l. Aka, paxtachilik Asqar atletman. Qoidan baxtli bo'lish sizga rahmat debdi. Bu qoidani buzma atlet, javobgarligi qiynaydi. Mahkam ishlavda baxtli bo'l. Neurofit zalingizga studentlar uchun skidka qilmaysiz aka debdi. Xo'p, bo'ladi. Ro'za payti xudo xohlasa 800 minglik tarifimiz bor, 12 talikni. 50% ga tushirish xudo xohlasa planimizda 90% hal bo'lib turibdi. Chunki har yili ro'zada onlayn darsimga ham 50%, offlayn darsimga ham 50% qilaman. Mana Alloh bu yil menga zal nasib qildi, Xudoga shukr. Ana endi partnyorlarimizni birgalikda kelishilgan holda 800 ming oyiga emas, 400 ming so'm ro'za oyida 50% skidka qilamiz. Agar желание bo'lsa, marhamat, 24 soatga zalimizni ochib qo'yamiz. Bemalol kelib, rasmga tushib, trenirovka qilib, atmosferasini ko'rib, keraklicha ma'lumotlarni olib, o'rganib ketish imkoniyatiga egasizlar, xudo xolasa. Rahmat. Umid qilmayman buni o'qishingizga, lekin hammasi uchun rahmat sizga ustoz debdi. Hech qachon noumid bo'lma do'stim, hech qachon. To'lka o'zingga bo'lgan ishonchni mahkam ushlab olib, oldinga yuraver. Sog'liging sen bilanmi? Shijoating o'zing bilanmi? Xohishlaring sen bilanmi? Bajar bo'ldi. Hech qachon noumid bo'lma. Noumid faqat shayton. Gazini bosaver. Senga ham rahmat birga bo'lganing uchun, kuzatganing uchun, bezillab, zerikib chiqib ketmaganing uchun
Rahmat. Dal shu xudo xohlasa yaxshi kontentlarni qo'yib boraveramiz. Bu faqat seni hayot yo'lingda senga plyuska ishlash uchun qo'limizdan kelgancha fahshdan, bachkanalikdan uzoqroq bo'lgan yo'nalishni beraveramiz. Birga bo'lganing uchun rahmat atlet, baxtli bo'l. Siz nimaga asalchasiz debdi. Ayol kishi yozgan, skrinshot ham qilib qo'ydim. Kecha primoy translyatsiyamda bir o'g'il bola buncha xuniksiz dedi-da. Xudoga behisob shukur. Garmoni buzilgan bir jins vakiliga, ya'ni erkak kishiga meni xunuk ko'rsatib qo'ygani uchun. Uni garmoni buzilganda shuning uchun chiroyimga qaraydi. Qarama-qarshi jins vakili ayol kishiga yaxshi ko'rinishni nasib qilganiga shukur. Xunuk ko'rinaveraylik garmoni buzilgan erkaklarga. No, garmoni joyidagi ayollar o'zi ajratib oladi erkakni qanaqaligini. Xudoga behisob shukur. Garmoni buzilgan erkaklarga qanaqa erkaklar yoqishini yaxshi bilamiz. To'g'rimi? Garmoni buzilmagan ayollarimiz o'zi erkakni ajratib oladi. Rahmat, bolalaringizga bosh bo'ling. Muvaffaqiyat sizdan nimani olib ketdi? Bilan savolni krutoyligini qaragan. Gap bo'lishi mumkin emas. Вообще zo'r. Dunyo qarashingizga tan berdim. Muvaffaqiyat mendan oilamga ajratadigan vaqtlarimni olib ketdi. Oldin bir haftada 5 kun oilam bilan bo'lgan bo'lsam, hozir bir haftada 1 kun bo'la olaman. Muvaffaqiyat jarayonida ozgina chalg'ib qolganimda otam qazo qildilar. Chalg'ib qoldimda shu muvaffaqiyatni qidirib. Undan tashqari juda ko'p sog'ligimni zreniyadan tortib eshitish qobiliyatingizgacha olar ekan. Muvaffaqiyatga erishib yurish hammaga nasib qilsa, buni badalini ular biladi. Baxtli bo'ling. Aka uni unutgani bitta maslahat bering debdi. Bilsanmi, tashqaridan ajrash oson, ichkaridan qo'yib yuborish qiyin-da. Balkim bir umr qo'yib yubormassan. Faqat bitta narsani esingdan chiqazma, mujik. Sandan ketganlarda xayoli bilan band bo'lib, oldingda turgan baxtli qilaman degan insonlarni hayotini esingdan chiqazib qo'ygansan. Yaqinlaringni, oilangni, bo'lajak rafiqingni. O'sha taraf bilan yasha. Mas'uliyating boshqa. Erkaklik fitrating boshqa. Bo'ldi, qo'yib yubor. Oldinga yur, bo'ldi. Vaqtli bo'l. Orqangizdan gapiradigan odamlarga qanday fikrdasiz debdi. Mana shu juvachkani berib qo'y, chaynab yursin. Baxt tilab qo'y nomini.